Mana xudo xolasa bugundan eng kech pishgan noklarimizni yuvib, podvalga, omborga olib kiryapmiz. Noklaringga shira tushgan bo'lsa, обязательно shunaqa suvlarda yuvsalaring, gelli suvda. Nok yaltiraydi, birinchi yana gelli suvga solasizlar, yuvasizlar, keyin toza suvga solasizlar. Bu toza suv mana. Toza suvda ham bir qator yuvib turib, keyin olib artib podvalga olib kiraverasizlar. May oyigacha turadi. Nok dilaxtuz nok deydi, koson nok deydi. Qani bittasi hali video qilganim 400 grammgacha chiqadi. Mana yuvilgandek holatdan qaraydi. Ba'zi hamma nokka jichcha shira tushadi. Bunga ham eng kech pishgani uchun bir qator tushgan. Mana do'stlar, bunda oddiy suvda yuvib olib kirib keyin bir qator suvda artamiz, podvalga olib kirib qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar. Video foydali bo'lsa bitta like bosamiz. Tashlarga video jo'natamiz, qiziqqanlarga. Sog' bo'lasizlar.